Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibatu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala Resulihi Muhammed. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Maqtovlar, hamdu sanolarni eng mukammal va batamomi bizlarni yo'qdan bor qilgan va yaratgan mahluqotlarning ichida eng azizi mukarrami, ya'ni inson qilib yaratgan Robbimizga hamdu sanolar bo'lsin. Hamda bizlarni zalolat botqog'idan hidoyat nuriga chiqishligimizga sabab bo'lgan mahbub payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga mukammal salovatlar bo'lsin. Bizlarga din ilmlarini yetkazdirib bergan ustozlarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Sahoba-i kiromlar, tobiin, tabi'a tobiinlarni Alloh taolo joylarini jannat qilsin. Azizlar, bugun inshaalloh mana fevral oyini 6-siga keldik-ku. Sha'bon oyini 18-kunlariga kelib qolibmiz. Ramazon inshaalloh eshik qoqib turibdilar. Yaqin qolyapti, Xudo xolasa. Sha'bon oyi qanaqa oy desa, Ramazon oyi uchun poyandoz deydi. Poyandozni vazifasini bilamiz-ku. Poyandoz bir hurmatli mehmon kelsa, o'sha hurmatli mehmonni ichkariga kiritgan joyiga oyog'ini tagiga poyandoz yozib qo'yiladi. Shundan bosib kirsinlar, bu kishi ulug' odam. Yoki yangi kelin-kuyovlarimizga soladi. Poyandoz solingan uyni qaraganimizda eshikning tagida poyandoz borligidan bilamizki, ichkarida zo'r ziyofat borda. Yaxshi ajoyib bir nozi ne'matlar qo'yilgan dasturxonlar borki, poyandozni tashqarigacha chiqib bilintirib turibdi. Xuddi shunday Sha'bon oyi ham poyandoz ekan. Ramazon oyining ichida bizni ulkan ajrlar, katta savoblar amal qiladigan bo'lsak, gunohlardan pok qilib onadan tug'ilganday bo'lib chiqib ketishligimizga imkoniyatlar shu Ramazonda kutib turibdi. Sizlarni katta zo'r dasturxon kutyapti, zo'r ibodat kutyapti degan bir belgi, ishora deb ulamolarimiz mana shunaqa o'xshatishlar qiladi. Bugungi suhbatimiz azizlar, Janobi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning jannatdagi hamrohlari mavzudan ham hammalarimiz quvonib ketdik inshaalloh. Alloh taolo jannatni bu dunyoda qilingan yaxshi, ezgu, solih amallar uchun boqiy bir mukofot, cheksiz bir rohat makoni qilib turib Alloh taolo boqiy yaratgan. U yerda o'lish yo'q endi, abadiy hayot u yerda. U yerda inson ko'zi ko'rmagan, qulog'i eshitmagan, hatto hayoliga ham kelmagan shunaqangi qiyosi o'xshashi yo'q bo'lgan ne'matlar tayyorlab qo'yilgan. Masalan, hayollarimizga kelishi mumkin ba'zi bir xil ne'matlar. Mana unaqa bo'lsa edi, mana unaqa bo'lsa edi deysa, u jannatni ne'matlari hayolimizga ham kelib qo'ygan. Bironta joyida kelib qo'ygan joyi yo'q. Chunki mislini ko'rmaganmizda, biz o'shanga o'xshagan misl yo'q bu dunyoda. Shuning uchun beqiyos deyapti. Ya'ni uni bir narsaga qiyoslab, taqqoslab, monga o'xshaydi deb bo'lmaydi. Unga insonning aqli ojiz. Aqli yetmaydi u jannatning ne'matiga degan. Endi jannat ahlini darajalari, qilgan amallari, taqvolariga ko'ra bir-biridan farqlanaveradi. Jannatga ham kirganlar shu tabaqa bo'lib ketar ekan aytdi. Bu yuksak makon turli darajalardan iborat va har bir daraja orasidagi masofa xuddi yer bilan osmon orasichalik kenglikka ega bo'ladi. Uboda ibn Somit roziyallohu anhu dan rivoyat qilingan bir hadis sharifni shu o'rinda esga olamiz.
Al jannatu mi'atu darajah degan ekanlar. Jannat 100 daraja degan ekanlar. Qarang, payg'ambar alayhisolatu vassalomning gaplarini. Jannat 100 daraja. Jannat haqida tasavvurga ega bo'lmoqchi bo'lgan odamlar Rasulimiz, Habibimiz Muhammad alayhisalom bu gaplarini eshitib olishligimiz zarur. Ma bayna kulli darajatayni masiratu 100 amin dedilar. Har ikkita darajani orasi 100 yillik yo'l degan ekanlar. Bir daraja bora 100 daraja bo'lsa, birinchi daraja bilan ikkinchi darajani o'rtasi 100 yillik yo'l ekan, masofasi. Kama baynas samau ila al-ard. Osmon bilan yer orasichalik degan gaplari ham bor ekan. Wal firdausu a'laha darajatun. Firdaus jannati ularni eng oliy darajasi degan ekanlar. Wa minha takhrujul anharul arba'atu. Jannatda 4 ta anhori undan chiqadi. Qarang, Firdaus jannatidan 4 ta anhor chiqar ekan. Wal arshu min fawqiha. Va uni ustida arsh bor degan ekanlar. Fa iza sa'altumulloha tabaraka va ta'ala fas'aluhul firdausa. Agar Alloh taborak va taoladan jannatni so'rasalaring, Firdavsni so'ranglar degan ekanlar payg'ambar alayhisalom. Yo Robbim jannatga kirgizgin, jannatul Firdavsni bergin menga, nasib qilgin deb so'ranglar. Eng a'losi o'sha degan ekanlar. Hammamizga ma'lum, jannatda payg'ambar alayhisolatu vassalomga hamroh bo'lish insonni intilishi mumkin bo'lgan oliy mukofotlarning eng go'zali. Shu bois payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam mo'minlarni mana shu yuksak martabaga qiziqtirib, jannatda u zotga yaqin qo'shni bo'lishga sabab bo'luvchi bir qancha solih amallarni hayotlari davomida o'rgatib ketganlar. Kim qo'shni bo'ladi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan? Bu insonning aqliga sig'maydigan daraja. Hozir mana shu yerga Alloh rozi bo'lsin, misol ulug' olimlarimizdan birortalari kelib qolsa, avliyo zotlarimizdan yurtimizda ham ko'pmi? Masalan, muftiy hazratimiz ustoz Nuriddin domla Xoliqnazarov kelib qolsalar, yonlariga yaqinroq o'tirgimiz keladi. Yo yonlarida bir rasmga tushib olsam, men ham shunday ulug' odamni ko'rganman ekan degan zavq-shavq. Yo olimlar kelsa, muttaqiylar kelsa, ahli taqvolar kelsa yonlarida turgimiz keladi. Yonlarida bir pas bo'lsa ham nimaga iymon bor bizda? O'sha iymon yaxshi odamning yoniga qarab yetaklaydi bizni. Yaxshining yonidan joy olgin, hech bo'lmasa bir ilmidan, yo bo'lmasa odobidan, yoki bo'lmasa u kishining fazilatidan bir narsa nasib qiladi, yaxshining yonidan joy olgin degan gap qalbimizda turadi. Shuning uchun intilamiz shu odamlarning oldiga. Endi bularni eng katta ustozi bo'lgan va Alloh taolo yerni betida undan oliy zot yaratmaganman deb u kishiga o'zini kitobi Qur'onni nozil qilgan Muhammad alayhisolatu vassalom bilan birga bo'lishchazlar. Nima deb o'ylaymiz endi? Bo'lganda ham qayerda? Bu yerni betida emasda, jannatda yana. Abadiy joyda endi, o'lim yo'q, boshqa yo'q. Abadiy joyda payg'ambar alayhisolatu vassalom bilan birga bo'lish, qarang. Bu maqom azizlar juda ham yuqori maqom. Jannatda payg'ambar alayhisolatu vassalom bilan qo'shni bo'lish degani. Hozir bir martabaliroq, obro'liroq odam bilan qo'shni bo'lib qo'ying shu yerni betida, qanaqa bo'lasiz? Bu jannatda payg'ambar alayhisolatu vassalom bilan qo'shni bo'ladigan ish. O'sha ishlarni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'p hadislarda o'rgatganlar. Hammasini aytishlikka jumamiz yetmaydi-yu, ba'zi bir xil zarurlarni aytib qo'yamiz. Birinchisi Alloh va uni rasuliga itoat qilishlik. Demak, Alloh taolo o'ziga va rasuliga itoat qilganlarga payg'ambarlar, siddiqlar, shahidlar, solihlar bilan birga bo'lishni Qur'onda va'da qilgan. Astagfirullah, Niso surasida Alloh taolo 69-oyatida shunday bayon qiladi.
وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Kim Allohga va rasuliga itoat qilsa, shartni eshitaylikda. Kim Allohga va rasuliga itoat qilsa, ana o'shalar Alloh o'zlariga in'om bergan payg'ambarlar, siddiqlar, shahidlar, solihlar bilan birga bo'ladi. Ular eng yaxshi hamrohlardir deb Xudo taolo Qur'onda aytdi. Eng asosiy shart nima ekan? Allohga bo'ysunish va rasuliga bo'ysunish ekan. Imom Tabaroniy Al-Mujam Al-Kabir asarlarida Ibn Abbos roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Bir kishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning huzurlariga kelib, "Ey Allohning rasuli, men sizni shu qadar yaxshi ko'ramanki, sizni eslasam, qarang, kelib jamolingizni ko'rmaguncha jonim chiqib ketayotgandaqa bo'laveradi" deydi. Sahobaning gapini ko'ryapsizlarmi? Nima deyaptilar? Payg'ambar alayhisolatu vassalomga Allohning rasuli, sizni shu qadar yaxshi ko'raman men. Sizni eslab jamolingizni ko'rgunimcha jonim chiqib ketib qolmasa bo'ldi, chiqib ko'rib olsamida Rasulullohni deb oshiqaman oldingizga. Keyin esladimki, agar jannatga kirsam, siz bilan darajamiz bir bo'lmaydi. Ya'ni siz oliy zotsiz, Xudo suygan payg'ambarsiz. Lekin jannatga borganimizda siz boshqa oliy maqomlarga o'tib chiqib ketib qolasiz. Menga keyin o'yladimda juda og'ir botdi. Payg'ambarimiz jannatda ham yuqori o'rinlarga ketsalar, biz pastda qolib ketsak, dedim. Men siz bilan Rasululloh bir darajada bo'lishni xohlayman dedi. O'sha yerda ham billa bo'lsamidi Rasululloh dedi. Payg'ambar alayhisolatu vassalom unga hech narsa demadilar. Shunda Alloh haq subhanahu va taolo وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. Kimda kim Allohga va rasuliga itoat qilsa, ana o'shalar Alloh o'zlariga in'om berganlar bilan birga bo'ladilar degan oyat shunda nozil bo'lgan ekan. Qur'onda har bir oyatning sababi nuzuli bor. Sababi nuzuli Qur'onga u oyat o'zicha kirib qolmaydi. Sahobiylar va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning o'rtalarida hayotda uchragan bir shunaqa masalalarni yechib berishlikka Alloh taolo tomonidan vahiy bo'lib Qur'onga nozil bo'lyapti. Mana shu oyatni nozil bo'lishligiga mana bu sahobiy sababchi bo'lib qoldilar. Rasululloh sizni yaxshi ko'raman. Lekin jannatni eslasam, aytda maqomingiz boshqa bo'lib, darajangiz ulug' bo'lib, tepaga chiqib ketib qolsangiz, men manoda qolib ketaman. O'shani eslab xafa bo'lib qoldim. Aytda siz yoningizda bo'la olmayman ekan. Deganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bunga javob yo'q ekanda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda ham. Indamay turgandilar, Alloh taolo oyat nozil qildiki, nima dedi? Kimda kim Allohga, rasuliga itoat qilsa, o'shalar Alloh o'zlariga in'om berganlar bilan birga bo'ladilar dedi. Oyat tushdi. Shundan keyin payg'ambar alayhisolatu vassalom har ikki kishini chaqirtirib oyatni unga tilovat qilib o'qib bergan ekanlar. Ya'ni bilib olgan, mana bunday ekan. Azizlar, hammamiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan birga jannatlarda birga bo'lishni chin dildan istaymiz. Buning uchun esa Allohga va uni rasuliga chin qalbdan itoat qilishimiz kerak. Odamlar ko'rsin uchun, yo riyo uchun yoki bo'lmasa boshqa narsalar uchun emas. Xolisan lillah, qalbdan, chin dildan yaxshi ko'rishimiz kerak. Buning uchun esa Allohga va uni rasuliga chin qalbdan itoat qilishimiz kerak. Itoat deganda labbay deyishimiz kerak. Hayotimizni u zotning sunnatlari bilan bezashimiz kerak. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning sog'inchida yongan sahobaga berilgan ilohiy xushxabar biz uchun ham dasturul amal shu. Bizga ham shu narsa qo'llanma kelyapti. Biz payg'ambarimiz bilan birga bo'lmoqchimizmi?
Jannatda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan kim birga bo'lmoqchi? Payg'ambar alayhissalatu vassalamga itoat qilsin. So'zsiz sunnatlarini bajarsin. Nega unaqa ekan, nega bunaqa ekan qalbiga gap kelmasin. Rasulimning sunnatlari shunday ekan deb qilsin. Alloh taolo va uning rasuliga itoat qilish faqat ayrim ibodatlar bilan cheklanib qolmaydi. Shunaqa, balki inson hayotini hamma jabhalarini qamrab oladigan tushuncha. Itoat Allohning halol harom chegaralariga rioya qilish. Chegarani bilish. Rizqni halol yo'l bilan topish. Ahli oilamizga ham halol luqma yegizdirishlik shulardan boshlanadi. Chunki halol rizq qalbimizni poklaydi azizlar. Duolarni qabul bo'lishiga vosita bo'ladi. Shuning uchun ham payg'ambar alayhisalom Alloh pokdir, faqat pok narsalarnigina qabul qiladi deganlar. Harom narsalarni qabul qilmaydi Alloh taolo. Shuningdek, Alloh va rasuliga itoat qilish jamiyatda osoyishtalik, xotirjamlik, tinchlikni saqlashni o'zini ichiga oladigan narsa. Qo'shniga ozor bermaslik, odamlarning haqqiga xiyonat qilmaslik, jamiyat qonun-qoidalariga amal qilish, bularning hammasi Alloh va rasulining talabi shu. O'shanga itoat qilsa, keyin payg'ambarimiz bilan jannatda birga bo'lar ekan. Bundan tashqari itoat deganda insonning o'z oilasi, o'z jamiyati, o'z davlati oldidagi burch, haqlarini ado etishi ham nazarda tutiladi. Oilada mas'uliyatli bo'lish, farzandlarni sog'lom aqida, yaxshi axloq bilan tarbiyalash, jamiyat ravnaqiga hissa qo'shish, vatan tinchligini asrash, bularning hammasi ibodat maqomidagi amal. Chunki Alloh taologa haqiqiy itoat masjid devorlari bilan chegaralanib qolmaydi azizlar. Cheklanmaydi. Balki insonning kundalik hayotida, muomalasida, mas'uliyatida namoyon bo'lib ko'rinib turishi kerak shu. U itoatida. Ikkinchisi esa Alloh va rasuliga muhabbat ham payg'ambar alayhisolatu vasallam bilan jannatda qo'shni bo'lishga sabab bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan jannatda birga bo'lishni navbatdagi buyuk sabablardan biri Alloh va uning rasuliga bo'lgan haqiqiy muhabbat ham olib kirib ketib qolar ekan o'sha. Rasulullohning qo'shni bo'lishlikdir. Payg'ambar alayhissalom Alloh va rasuliga itoat qilish, ularning buyruq qaytariqlarini amalda bajarish, ibodatlar, halol harom, axloqiy ko'rsatmalarga bo'ysunish. Endi muhabbat qilish esa qalbdagi holat bo'lgan. Allohni va rasulini hamma narsadan ustun qo'yish. Bu sevgi natijasida itoatga intilib qolish. Demak, itoat tashqi amal, muhabbat esa ichki e'tiqod. Ikkovi bitta narsa deymiz-ku? Yo, muhabbat ichkarida bo'ladi. Sevishlik. Qalbning hokimi Allohning o'zida. Qalbingizga siz buyruq bera olmaysiz, palonchini sev, pisonchini sevma deb ayta olmaysiz. Qalb o'zi tanlaydi. Chunki duo qilganda ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam duo qilganda, ya Allohumma ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik deganlar. Ya Robbim, qalblarning xo'jayini sensan Allohim, meni qalbimni yaxshilikda to'xtatgin. Dinimda to'xtatgin, iymonimda to'xtatib qo'ygin qalbimda, ya Robbim. Qalbni Alloh taologa topshirib so'raganlar, qalbimni yaxshilik qilgin, iymonli qilgin deb so'raganlar. Haqiqiy muhabbat itoatsiz bo'lmaydi. Itoat ko'pincha muhabbatdan kuch oladi. Itoat nimadan kuch oladi desa, qalbda muhabbat bo'lsa itoat bo'laveradi. Anas ibn Malik roziyallohu anhudan shunday rivoyat qilinadiki, bir kishi payg'ambar alayhisolatu vasallamni oldilariga kelgan ekanda, "Mata sa'a ya Rasululloh" degan ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga savol beryapti, qarang. "Mata sa'a ya Rasululloh" Qiyomat qachon ey Rasululloh degan ekan. "Va ma a'datta lis-sa'a" degan ekanlar payg'ambar alayhisalom. U qiyomatga nimani tayyorlab qo'yding o'zi degan ekanlar. Qiyomatni xo'p so'rayapsan mendan qachon bo'lishini. Qiyomatga tayyorlab qo'ygan narsang bormi? Qola hubbullohi va rasulihi degan ekan. Bu aytibdi, Alloh va uning rasuliga bo'lgan muhabbatni tayyorlab qo'yganman degan ekan.
Boshqa hech narsam yo'q. Qilib qo'ygan ko'p sadaqam yo'q, o'qib qo'ygan zo'r namozim yo'q, xayr ehsonlarimni bilmayman. Ammo bitta narsam bor Rasululloh. Allohni yaxshi ko'raman, uni rasulini sizni yaxshi ko'raman deyapti Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga. Fa innaka ma'a man ahbabta degan ekanlar Payg'ambar alayhisalom. Albatta sen o'zing sevganlaring bilan birga bo'lasan debdilar Payg'ambar alayhisolatu vassalom. Dunyoda kimni yaxshi ko'rsang, o'sha bilan bo'lasan. Endi qola Anas fama farihna ba'da al-islami farahan ashadda min qawli nabiy sallallohu alayhi va sallam. Anas roziyallohu anhu chiroyli gaplarini qaranglar. Islomga kirganimizdan beri Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning shu gaplaridan ko'ra quvonchliroq gap bizga bo'lmagan edi degan ekanlar. Islomga kirganimizdan beri qancha gaplar, qancha ishlar o'tgan. Hech qaysi ish Payg'ambar alayhisolamning shu gaplarichalik bizni quvontirgan emas degan ekanlar. Nimaga? Ular quvonib ketdi. Nimaga quvondi? Qalbida Rasulullohni yaxshi ko'rib turardi, hammasi yaxshi ko'rardi. Shu yaxshi ko'rib turganligi uchun shunaqa xursand bo'lib ketdi. Ha, xayriyat, biz Rasululloh bilan birga bo'lamiz ekan. Kimni yaxshi ko'rsang, o'sha bilan bo'lasan deyaptilar deb, haligi qalblari shunaqa quvonchga to'lib ketgan ekan. Fa innaka ma'a man ahbabta. Sen sevganlaring bilan birga bo'lasan degan so'zlarichalik katta shodlanmaganmiz dedilar. Men Allohni, Rasulini, Abu Bakr, Umarni yaxshi ko'raman. Ularni amallarini qila olmagan bo'lsam-da, ular bilan birga jannatda bo'lishlikni orzu qilaveraman degan ekanlar. Qarang, ularchalik ish qila olganim yo'q men. Imom Buxoriy bilan Imom Muslim rivoyat qilgan hadis sharif ekan aziz. Mana shu hadisni mana to'liq matnini aytyapmiz, sharhini kamroq aytyapmiz. Qiyomat kuni sen yaxshi ko'rganlaring bilan birga bo'lasan ekan desa, bir xillar kelib o'zimdan ham so'radi. Domla, a'da hamma birinchi xotini bilan bo'ladimi deyapti. Tushunmaganlikni qarang-da. Aytdi, xotin haqida gap ketgan yo'q bu yerda. Kimni yaxshi ko'rasan? Ichuvchini yaxshi ko'rasanmi, zinokorni yaxshi ko'rasanmi, ahli taqvoni yaxshi ko'rasanmi? Ahli ilmni, namozxonni yaxshi ko'rasanmi? Yoki bo'lmasam Payg'ambar alayhisolatu vasallamni yaxshi ko'rasanmi? Kimni yaxshi ko'rasan? Ana o'sha bilan birga bo'lasan. Inson Payg'ambar alayhisolatu vasallamga bo'lgan muhabbatini qalbida shakllantirish uchun avvalo u zotning muborak hayotlarini, siyratlarini o'rganishi, u zotni yaqindan tanish juda ham zarur. Shu bilan birga hayoti davomida u zotning xulqlari bilan xulqlanishligi darkor. Xulqlarini o'rganish kerak. Bu ham demak Payg'ambar alayhisolatu vasallamga va Allohga muhabbat bizni jannatda Rasululloh bilan qo'shni bo'lishligimizga sababchi bo'lgan amallar ekan. Alloh va uning rasuliga itoat qilish, Alloh va uning rasuliga muhabbat qilish ikkita amal o'tdi. Mana hozir suhbatimizni boshlamiz. Ikkita amal Payg'ambar alayhisolatu vasallam bilan jannatda qo'shni bo'lishlikni imkoniyatini beryapti. Uchinchisini eshitamiz. Ibodatlarda bardavom bo'lish. Payg'ambar alayhisolatu vasallam bilan jannatda birga bo'lishning yana bir muhim sababi chin ixlos va e'tiqod bilan ibodatlarda bardavom bo'lishdir. Bu borada Robiya ibn Ka'b al-Aslami roziyallohu anhu aytganlar: "Kuntu abitu ma'a Rasululloh sallallohu alayhi va sallama." Qarang, Robiya ibn al-Aslami aytayaptilar: "Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga tunar edim." Qanaqa ulug' sahobiylar, ha? Payg'ambar alayhisolatu vasallam bilan birga uxlar edim deyapti. Bu katta maqomda. U zotga tahorat suvlar qilib berardim. Fa'ataytuhu biwudu'ihi va hajatihi. Kishi Payg'ambar alayhisolatu vasallamga tahorat suvlarini tayyorlab berib xizmat qilib yurarkanlar. Faqala li, menga Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytdilar: Sal degani amr fe'lida. So'ra, nima so'raysan dedilar. Nimaga bunaqa deyaptilar? Payg'ambar alayhisolatu vasallamga haligi sahobiy xizmat qilgandan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uni yaxshi ko'rib ketyaptilar. Unga muhabbatlar tushib qolyapti. Shunchalik xizmatini ko'rib turib,
so'radigan ekanlar. Bir narsa so'ra, seni nima deb duo qiling? Haqqingga nima deb duo qiling? Kim so'rayapti? Rahmatulloh payg'ambar alayhissalom so'rayapti. Bu xizmat qilib turgan odam hamchi o'zicha xizmat qilib qolgan yo'q-da. Rasululloh so'ra deb qolsalar so'rab olaman deb rosa payt bo'ylab yurgan ekan. Shuning uchun xizmat qilayotgan ekan. Maqsad shu ekan o'zi. Faqultu, aytdimki, as'aluka murafaqataka fil jannah. Sizdan jannatda siz bilan sherik bo'lishni so'rayman. Jannatda siz bilan bo'lsam bo'ldi ya Rasululloh, hech narsa kerak emas menga. Av g'ayra zalika, payg'ambar alayhissalom aytdilarki, boshqa narsa so'ramaysanmi dedilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ta'kidlab so'rayaptilar uni. Boshqa narsa so'ramaysanmi? Uni gapini qarang. Faqultu huwa zaka. Yo'q, shuni o'zini so'rang, boshqa narsa kerak emas. U yana ta'kidlab aytdi. Fa'inni, payg'ambarimizning gaplarini qarang. Fa'inni ala nafsika bi kasrati sujudi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam dedilar. Faqat shuni o'zi boshqa narsa so'ramayotgan bo'lsang, sajdalarni ko'paytirib yordam qilib tur menga ham sen degan ekanlar. Gapni qarang. Haliginga bo'ldi, men bilan shu tavara suvlar qilib berib xizmat qilibsan, jannatda men bilan bo'lgan ilohi amin Allohu akbar devormadilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Sajdalarni ko'paytirib sen ham yordam qilib turgunda axir dedilar. Bu hadisdan ulamolar aytadiki, nimani olamiz? Odamni jannatga kirishligiga, payg'ambarga qo'shni bo'lishligiga sabab narsalardan bittasi sajdani ko'pligi. Uni payg'ambar duo qilsa ham sajdasi bo'lmasa bora olmaydi, ikka kira olmaydi. Biz palonchi duo qilib qo'ygan deb darsdan so'rasam, biz job ulug' odamlardanmiz, job nima qilmasak ham bo'laveradi, namoz o'qimasak ham bo'laveradi deyapti. Subhanalloh, astag'firulloh. Yo'q, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yonlarida yotib, billa turib, suvlarni isitib berib turib, yaxshi ko'rganlardan so'ra bir narsa deb qo'ysin desalar, siz bilan jannatda billa bo'lsam dedi Rasululloh. Meni qo'limda bo'lsa edi, olib kirib ketardim. Meni qo'limda emasda sajdani ko'paytirib, men ham duo qilaman, sen yordam qilib turgin. Qarang, qanday go'zal muomala. Bunaqa muomalani qiyomatgacha ham shunaqa suhbat topolmaysiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan mana u sahobiyning bo'lgan gaplari. Bu sahobiyning otlarini muhtaram jamoatlarimiz eslab qolaylik. Bizlar uchun eslab qolaydigan zotlardan bittasi Robiya ibn Ka'b al-Aslami degan zot payg'ambar alayhisalomga shu gapni aytganlar. Al-Aslami, Robiya Aslami. Demak, Allohga eng yaqin bo'lgan lahzalarimiz, sajdalarimizni ko'paytirishimiz bizni payg'ambar alayhisolatu vasallamning hamrohliklariga yetkazadigan eng qisqa yo'l ekan. Eng tez yetib boradigan yo'l. Sajdani ko'paytirishimiz kerak. Nafil namozlar, kechasidagi tahajjudlar, farzlarni o'z o'rnida hamma ishimizdan ortiq ko'rib, muhabbat qo'yib, eng muhim zarur ish ekanligini bilib qilishligimiz, sajdalarimizni ko'paytirishligimiz shunaqa bo'ladi. Chunki payg'ambar alayhisolatu vasallam oldilariga sahobalardan bittasi kelib aytganda, ayyul a'mali afzalu ya Rasululloh degan. Dunyoda qilib turgan amallar ichida eng zo'ri qaysi, afzali qaysi menga ayting ya Rasululloh degan. Payg'ambar alayhisolatu as-salatu li vaqtiha deganlar. Namozni o'zini o'z vaqtida o'qiganda qangi zo'r amal yo'q degan ekanlar. Keyin shomga bir narsa o'qib qoldik, keyin qali xuftonga qo'shib qazosini ham o'qib olamiz. Eng katta narsadan qoldi shu odam. As-salatu li vaqtiha. Chunki Xudo taolo Qur'oni Karimda o'zi aytayapti-da. Innas-salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta deydi. Namoz sizlarga o'zini vaqtida farz bo'ldi deydi. O'z vaqtida o'qinglar deydi. Nauzubillah. Mazhabni ham, fiqhni ham, hadisni ham, oyatni ham, tafsirini ham, hadislar sharhini ham ko'rmaganlar bittasi aytayapti ekan. Safarga chiqsang, uyda namozlarni shart peshin bo'lmagan bo'lsa ham shart o'qib, peshin asr shomni o'qib olib turib chiqib ketsang bo'laveradi deyapti ekan. Alloh saqlasin, Alloh saqlasin. Qur'onda kitaban mawquta deb Xudo aytib turgan bo'lsa, bu Xudo bekarchi gap aytibdi demoqchi bu gapi bilan. Namoz o'zini vaqtida farz.
Safarda bo'lgan odamga bitta yengillik bor. 4 rakatlik farzini 2 rakat qilib o'qishga haqqi bor. Shunga ruxsat bergan Alloh taolo, imkoniyat bergan Allohning bizga katta bir marhamati. Lekin uni jamlab o'qib, to'plab o'qib ketishlikka haqqimiz yo'q uni. Ayniqsa namozni vaqti kirmasdan o'qilgan namoz qabul bo'lmaydi. O'tgandan keyin o'qisa bitta umid bor, qazosiga o'tib qoladi degan umid bor. Lekin undan oldin o'qilib qo'ygan namozlar hech qaysi faqih olimlar ham, ulamolar ham bironta fiqhiy kitoblarimizda oldin o'qib qo'ysa o'tadi degan gapni birorta inson, Maliki ham, Shafiy ham, Hanbali ham, Hanafiy ham birontasi aytmagan. Undan ehtiyot bo'lish kerak edi. Unda sajdani ko'payishiga sabab ishlar mana bular. Yana bitta payg'ambar alayhisolatu vassalom bilan 4-o'rin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan jannatda billa bo'lmoqchi bo'lganlar bormi? Yetimlarga g'amxo'rlik qilishlik ham payg'ambar alayhisolatu vassalom bilan jannatda qo'shni bo'lish, u kishi bilan birga bo'lishlikka kafolatini beradi. Payg'ambar alayhisolatu vassalom bilan jannatda qo'shni bo'lish, yetimlarga g'amxo'rlik qilish. Ana va kafilul yatimi fil jannati hakaza va ashara bis sababati wal wusta va farraja baynahuma shay'an. Payg'ambar alayhisolatu vassalom aytdilarki, men yetimni o'z qaramog'iga olgan kishi bilan jannatda bunday bo'laman degan ekanlar. O ko'rsatkich sabboba deydi arablar buni. Vusto deb ma'nosini aytadi. Vusto deb o'rta barmoqda aytadi. Ma'nosini biz ishora barmoq deymiz, arablar buni sabboba deydi. Shu ikkala barmoqlarni payg'ambar alayhisolatu vassalomni fasohat nimalarini kuchliligini qarang. Kim agar yetimni agar o'z qaramog'iga olsa, deb turib avval qo'llarini ko'tarar ekanlar. Bunday qilib hamma qaragandan keyin jannatda men bilan shunaqa bo'ladi degan ekanlar. Bir-biriga yaqinlashtirib olib qochib aytgan ekanlar. Shunday bo'ladi. Gapni fasohatini olimlar shu payg'ambar alayhisolatu vassalomdan o'rgangan. Fasohat, balog'atning eng yuqori cho'qqisi dunyoda payg'ambar. Hozir psixologlarga aytib, ma'ruzaga tayyorlanib, qanaqa qilsa qanaqa bo'lar ekan o'rganyapti odamlar. Ana Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan o'rganamiz. Bu gapni aytgan odam payg'ambar alayhisolatu vassalom bilan jannatda birga bo'lish uchun yetimni qaramog'iga olish kerak ekan deb turib, kimning qilsa foydasi yo'q-da bu gapni. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hammani o'zlariga qaratib olib, bunday qilib turib, jannatda bunday bo'ladi men bilan degan ekanlar. Oldin ishora odamlarni o'ta muhim zarur gapligidan. Ham ishora, ham gap haligi joyda qarang, odamlar olishlik uchun. Fasohatlari shunaqa kuchli bo'lgan payg'ambar alayhisalom. Bu ikkovini ajratib bo'lmaydigan barmoqlar hamda. Aqa qilsangiz ham ikkovi yonma-yon, baqa qilsangiz ham ikkovi yonma-yon. Bilatorlar aytgan narsa. Kim payg'ambar alayhisolatu vasallam aqa qilsa ham, baqa qilsa ham jannat yonlarida turaveradi. Yetimni qaramog'iga boqitganlar bormi? Qaramog'iga boqishlikdan maqsadi falonchilar maqtasin, pistonchilar o'rdan bersin emas. Rasululloh bilan jannatda billa bo'laman degan niyat bilan olganlar bormi? Birovga bilintirmasdan, indamay olib boqib, kishini ichiga qo'yib, kiyintirib, tarbiyalab, o'shani inson qilib hayotga qo'shib, o'shani bormi? Hali ikkinchi xotin olganlar aytib qo'yapti. Ha, nima yetimlarga qarayap savob bo'lyapti deydi. Yetimlarni qaramog'iga olyapsiz. Nikohingga olmay, yenasi nikohingga olmay shunday o'z bolalarini qaramog'ingga olib qo'yaver. U bahanada nafsni gapi endi haligi. Qiladigan odam shunday qilaveradi uni. Nikohiga olishlik shart emas. Nikohiga olmasdan ham o'shani qaramog'iga olib, yetimni boqib, katta qilib, o'qish yaxshi odamlarni yoniga qo'yib, ilmiga, hunariga, o'zimizni bolamizga qanaqa jonimiz, ichimiz achyapti. O'shani 10dan birini bitta yetimchaga sarflaylik, bolamizga qilgan muhabbatimizni 10dan birini yetimga sarflaylik. Bormi shunaqalarimiz? Rasululloh bilan birga jannatda bo'lmoqchi bo'lganlar. Yana bir hadisda man masaha ra'si yatimin lam yamsahhu illa lillahi kana lahu bikulli sha'ratin marrat alayha yaduhu hasanatun wa man ahsana ila yatimatin aw yatimin indahu kuntu ana wa huwa fil jannati kahataini wa farraqa bayna usbu'aihi sababati wal wusta
Kim bir yetimni boshini faqat Alloh uchun silasa, qo'li tekkan har bir soch tolasi miqdoricha unga hasanotlar, savoblar yoziladi degan. Boshini bunday silab unga rahm shafqat qilib ko'rsatsa, shuncha savoblar yoziladi. Soch qancha soch silab o'tib ketadi, sana bo'ladimi buni? Kim o'z huzuridagi yetim qizga yoki yetim o'g'ilga yaxshilik qilsa, men u jannatda mana bunday bo'lamiz. O'zini qo'lidagi yetimchalarga, akasiniki, ukasiniki, singlisini, bolasiniki, xolavachchasiniki qolib ketgan bu yetim o'zinikida bular. Begonaga emas, o'sha o'zinikilarda bo'lsa ham qissa payg'ambar alayhisalom o'shalar bilan jannatda shunday bo'laman degan ekanlar. O'rta barmoq bilan bosh barmoqni bittasidan bo'g'moqchi bo'lganlarga bu gap. Temir daftar, ayollar daftari, shunga o'xshagan tizimlar orqali ehtiyojmand oilalarni qo'llab-quvvatlash, aholini ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamini davlat tomonidan atalib qolish ishlari ham keng ko'lamda amalga oshirilyapti. Bu esa biz mo'min musulmonlar uchun ayni muddao. Davlatimizda bundaqangi xayrli siyosatida faol ishtirok etish kerak. Jamiyatdagi yordamga muhtoj insonlarga ko'mak berishimiz kerak. Yuqorida tilga olingan hadislardagi payg'ambar alayhisolatu vassalomga jannatda qo'shni bo'lish baxtiga erishish uchun ulkan imkoniyat, amaliy maydon paydo bo'lib turibdi hozir azizlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan jannatda yana birga bo'lishlikni bitta imkoniyati. Zoirjon aka aytavering. Mana bo'sh joylarga o'tiramiz, oldingi saflarga. Havo sovuq akalar. Hech qisi yo'q, ham sal uyqu ochiladi, uyqusi kelib qolganlar. Endi oldingi saflarga o'tib o'tiraylik. Bo'sh joylarga. Tashqarida yomg'ir ham yog'yapti. Shuning uchun muazzinimizga xafa bo'lmaysizlar. Muazzinimizda haqlari bor aytishga shu yerda. Bir silji bu orqadagi bolalarga joy bo'shatamiz yigitlar. Hoji buva sizlar ham Muhammad Alixon oldinga olib o'ting ikkala hoji buvamni. O'tib olsinlar ikkovlari. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ko'p salovat aytish. Payg'ambar alayhisolatu vasallam bilan jannatda qo'shni bo'lish, u zotga hamrohlik qilishning yana bir muhim sababi u zotga ko'p salovat aytish. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday deganlar: "Awlan nasi bi yawmal qiyamati aktharuhum alayya salatan" dedilar. Qiyomat kunida menga eng yaqin bo'ladigan kishi menga eng ko'p salovat aytganlardir. Salovat aytishlikni odat qilishimiz kerak. Qo'limizga tasbihimizni olishimiz ham shart emas, sanashimiz ham shart emas. Hatto ahli taqvolar, ahli tasavvuflar tasbihni olib ishlatishlikni bir xillari karih ham ko'rar ekan. Nimaga desa, Alloh bizga qancha ne'matlar bergan sanaga yo'q, nega unga Allohga hamd aytganda, salovat aytganda biz tasbih olib sanashimiz kerak? U biznikini sanaga yo'q der ekanlar. Shuni ham karih ko'rib qolar ekan. Endi biz ahli taqvo emasmiz, unaqa ahli tasavvuf ham emasmiz. Shariatni o'zini zo'rg'a qilayotgan odamlarmiz. Hech bo'lmasa salovat aytishga odatlanaylik.